Ana xudo xolasa avgust oyida payvand qilgan ko'chatlarimizda birinchi chopig'ini boshladik. Ana olib kelib ko'rsating. Bag'dan ko'rsating bu tomonda. Patkichilarimiz ko'rsa. Ana uchi yog'oysini chiqaryapti. Xudo xolasa hammasi 100% ko'karibdi. Bu shoptoli payvanddagi jev. Mana uji mashina gullab nishoni ham ko'rsatadi. Birinchi yiliq. Mana bu yerda 1,5 gektar yer maydoniga ko'chatlarni yetishtiryapmiz. Xudo xolasa noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Shoptolini 7 xil 8 xil navi, yangiliklari bor. Xudo xolasa ertak, o'rta, kechki navlar, o'riydi, noshta, gilosda, gilos 20 dan ortiq navi bor. Mana bugundan chopyapmiz. Xudo xolasa buni yaqinda bitashda boshlaymiz. 18 mart sanasida ishlarimiz davom etkazyapmiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Faqat yangiliklar Farg'onali bog'bon kanalida shoptoli, gilos, qanaqa mevali ko'chatlar kerak bo'lsa, bir yilda erta bahor kuz mavsumida ekalmaganlar bo'lsa, yana kuz mavsumiga tayyor bo'ladi ko'chatlarimiz. Zakaz olishni may oyidan boshlaymiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa yangilik ko'chatlarimiz ham bor. Farg'onali bog'bon kanalini rivoji uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Biz ishimiz davom etkazyapmiz. Bahor ishlarimiz boshladik bugundan. Xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, biz kuzatishda davom etinglar.